Kamonchilar tog'i mana. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchini orasida joylashtirgan o'sha. Qancha? 50 ta kamon. Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'sha kuni 1000 ta lashkardan kelgan. 1000 ta. Kelayotganda yo'l yarmida 300 ta lashkar qaytib ketgan munofiqlar. Qancha qoldi? 700 ta. 50 tasi marta bo'lsa 650 ta odamlar Rasululloh marta maydonda qolgan. Tushunarlik? Mayer bilan harom minorasi ko'ryapsizlarmi? 4 kilometr. Ashetta mashinaga 4 kilometr. Asha lashkar chiqib, mana xurmo bog'lari bilan kelib, Rasululloh tog'ni ko'rgandan keyin orqa tomondan Rasululloh o'tib, mana maydonga joylashdi. Mana shu katta maydonga joylashdi. Tushunarlik? 650 ta lashkar shu turibdi. 50 tasi mat turibdi. Mana o'ra avtobusda turgan yerda 3000 lashkar kofirlar turibdi. Mana shu 3 barobar ko'p kofirlar bilan Rasululloh shu yerda urushgan. Shahid bo'lganlar, shahid bo'lgan Hamza roziyallohu anhu, Musab ibn Umayr, Abdulloh ibn Palonchi va ko'p sahobalar nima qilgan shu yerda shahid bo'lgan. Rasululloh o'zlari quduqqa tushib ketganlar mana yerda. Quduqda tushib ketib, boshidagi bu duburga kirib ketib, tishi sinib, yuzlari qonga to'lganda qanday payg'ambarni shu musibatlarga olgan qavm yutadi deb duo qilganlar. Qanday duobat ham qilmadi. Qanday yutarkin bular hayronman deb sabr bilan turdilar. Tushunarlik? Rasululloh quduqda ekan ko'pchilik Muhammad o'ldiga chiqarishib olgan. Mish-mish. Ashunda ba'zi sahobalar Usmon ibn Affonga o'xshagan sahobalar Madinaga ketib qoldi. Ba'zilar shokda mayta o'tirib qolishdi, nima qilamiz endi Rasululloh o'ldi deb. Ba'zilar payg'ambarimiz o'lgan ishni o'laylik deb turib maydonga kirganlar ham bo'ldi. Hamza roziyallohu shahid bo'ldi degandagi sahobalar qattiq kurashib, quvlab olishgan. Tushunarlik? Tevadaylar ashunda nima qilgan? Ketishib olishgan. Biz ham o'sha g'animat olaylik. Biz ham qalqon, qilich olib sotamiz, tirikchilik qilamiz deb turib tushib ketib qolishgan. Hammasi emas, bir 8-9 ta odam qo'ygan xolosda. Qolgan 40 tasi, 42 ta, 3 ta hammasi tushib ketib qolgan. Hapsga berdi. Ashundan keyin o'tib turgan 200 ta otli Xolid ibn Valid manaqasi orqa tomondan kelib, sahobalar orqa tomondan kelib hujum boshlagan. Shu o'rta qolib qolishganda 70 ta odam shahid bo'lgan. Musulmonlardan Hamza boshchiligida 70 ta odam. Tushunarlik? Xo'p, shu shahidlarga men ko'mishgan. Mana Ma'jizlar salom bergan tushamiz. Tushunarlik? Rasululloh har hafta bir marta kelib shu haqqiga istig'for aytib, salom berib, duo qilib ketardi, o'sha sunnatni ihyo tiltiramiz. Tushunarliga? O'sha sunnat. Bu yerda shu obtolni sar qiynamay, ham peshin vaqtimizga yaqinlashib qolyapti. Tushunarlik? Uhud jangi mana maydonda bo'lgan. Keyin Rasululloh chekingan. Asha o'na kichik tog'lar orasiga chekingan. Rasulullohning oldida o'sha kun 9 ta odam qolgan. Aytgan, kim bugun meni yonimda shu yerda jon bersa, qiyomat jannatga qo'shnin bo'ladi degan. Bu nasibani qarang. O'zini joyida qancha soatda bo'lib qoldi nasiba jannatda qo'shnin bo'ladi dedi. Erta turganlar 9 ta edi. 7 tasi Madinalik, 2 tasi Makkalik. 7 ta Madinalik hamma shahid bo'lgan. Rasululloh qo'shnilari deymiz. 2 ta odam tirik qolgan. Sa'd ibn Uboda, Sa'd ibn Abi Waqqas va hamda Talha ibn Ubaydulloh. Talha oldida turgan, Sa'd Rasululloh orqasida turgan. O'tiring, ya Rasululloh, o'tiring, otangizga fido bo'lsa o'tiring. Bu odamlar nayzasi tegib qolmasin, o'tiring. Rasululloh himoyasida turishibdi. 7 odam jon taslim qilib oldi himoyada. Bitta qolgan odam Talha qoldi, xolos mashinada chiqib olgan, mashinada turibdi-da. Kelganki kamon to'siyapti, va shu Rasululloh oldida, Rasululloh orqasida. Kelganki kamon to'siyapti. Haligi chopilayotgan kamon sayin nechta joyga qilish tekkan shu kun. Kelganlar bilan olishayotgan Rasululloh chiqib, men mayerdaman, sahobalar o'ldi degan men gap chiqib ketadi-yu. Ham musulmonlar, ham kofirlar kelishdi boshladi. Abu Bakr Siddiq Rasulullohning ovozini eshitib, payg'ambarimiz tirik ekan, hali changni chet ko'rinmay qoldi-da. Kurson yetib kelib qarasa bitta bola chiqib olib mashina turibdi-yu. Talha bo'lgan. Chunki Talhani kim olib kelgan? Abu Bakr degan gap kelgan. Talha Abu Bakr Siddiqning Banu Tamim qabilasidan edi. O'zini qabiladoshi Talha bo'lgan, keyin rostda Talha ekanda. Shunday odamlar ekandagi Talha uchun pushtan ketib qoldi. Rasululloh men qaramanglar, Talha qaranglar birodarga, bu haqliroq dedi. Qarab turib, jannat senga vojib bo'ldi dedi.
Jannat farz bo'ldi dedi. Vojib bo'ldi. Hal Talhani o'zi keltirishdi. Chekinamiz. Mayli chekinamiz. Odamlar deb Rasululloh masjidda maydonda nima qildi? Oxir qilib yurishni boshladi. Kofirlar kelar ekan, Umar bo'lsin, boshqasi bo'lsin, endi eplab zashishasa, himoya qilib ashtaqa tog' chiqishib oldi. Tog' tevasiga yaqinlashgan ekan, kattaroq bir hasan tosh chiqib qoldi. Rasululloh necha yoshda? 56 yoshda. 56 yosh. Ustida duburg'a bor boshida. Sovut bor, bronjet sovut bor, og'ir, temir. Hali usti chiqolmay qoldi. Ham chuqurga tushgan, boshida yorilgan, qon ketgan, tisingan, chiqolmay qoluvdi. Ashitda bitta shu suri odam, esli odam nima qilish kerak edi? Darrov orqasini tutib Rasulullohga planpay bo'lib berish kerak edi. Ashti ish Talha qildi yana. Yana qildi. Yana sahoba ashjo'da yana toshni время, toshni место edi. Shunda o'tirib orqasini qilib berdi Rasululloh, ustiga oyog'ini qo'yar ekan, jannat yana bir marta vojib bo'ldi senga dedi. Bu ne'mat bu. Keyin Rasululloh aytib qo'yadi. Kim tirik vazifasini yerda o'tab bo'lgan, shahid ko'rmoqchi bo'lsa Talhani ko'rib ko'rsin dedilar. Vazifasi o'tab bo'lgan. Rasululloh taalluqli vazifa o'talgan. Tirik. Keyin sahobalar haligi o'tgan voqeani eslab qolishadi-yu. Bunday bo'luvdi. Abu Bakr Siddiq, u gapirmay qo'yinglar. U kunda sahobalar hammasini Talha yig'ishtirib olib ketgan deydi. Hammasini olib ketgan deydi. Shu rostdan ham olganda. O'sha sahobalar Talha keyin beta o'lmagan. Yo'lda Shom tomonida o'lgan. Buni keyin tarixini aytib beraman. Tushunarliga o'sha voqea mana shu maydonda bo'lgan, mana shu maydonda. Rasululloh ketgan. Hozir azizlar sahaban tushib, inshaalloh shahidlarga nima qilamiz? Salom beramiz. Salom berishlarni sizga aytib ikkita gapim bor. Tezda lo'nda. Hozir orzu qildingiz-a? Ash kuni bo'lsa-mu, jon fido, Rasulullohga. Turib mashina turib chop meni. Rasulullohning himoyasida o'lsam bu zo'ru qiyomatga Rasululloh o'zi guvoh bo'lgan. Shuncha kelib haqqiga duo qilib turgan bular. Siz Alloh sizga hozir boshqa xizmatni beryapti. Boshqa hozir xizmati bor. Salovatni ayting. Ayting, Rasulullohni yaxshi ko'rsangiz, Rasululloh so'ragan, menga nima ayt? Salovatni ayting. Salovatni ayting. Allohumma solli ala Muhammad. Allohim payg'ambarimiz martabasini ko'targin, Rafiqul a'lodan joy bergin. U kishini haqqi kim gapirsa, yolg'on gapirgan, tuhmat qilibdi, ular Alloh o'zini gunoh qilgan. Mana Rasululloh xizmati. Rasululloh shuni so'radi, menga salovat ko'paytiringlar. Ayniqsa payshanba kechasi dedilar. Payshanba kechasi, juma kechasi menga haqqimni nima qilinglar? Salovat eng qiyomat kuni menga yaqininglar, xulqi go'zalinglar va ko'p salovat aytganinglar dedi. Salovat ko'p aytgan odam qiyomat kuni yutuqda. Faqat yutuqda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadi hadisda. Tush ko'ribman deydi. Shunda sirot ko'prigi ko'rindi deydi. Men sirotni nari betida o'tib olib turibman deydi. Jannatga kirib ketmayapti. Ummatini o'tishini kutyapti. Bitta duo qilib turar ekan. Qarang, siz Rasululloh bilan yuzma-yuz ko'rishasiz qiyomat kuni. Sirot ko'prigida ko'rishasiz. Sirot ko'prigiga shunda oyoq qo'yar ekanmiz, sirotni nariga betida bitta odamni ko'rasiz. Otangiz emas, onangiz emas, o'rtog'ingiz emas, juftingiz emas, farzi bitta payg'ambar Muhammad alayhisolamni ko'rasiz. Sodiqlikni qarang, ummatiga sodiqligini qarangda. Robbi sallim, Alloh salomat qil, shu o'tvasin, shu meni ummatim o't. Va haqqingizga duo qilib turadi. Bu payg'ambar haqqiga duo qilmaymizmi aytinglar? Salovat aytishga tinmay salovat. Aytyapti. Bitta sahobam, bitta odam kelyapti ummatimdan deydi. Shop o'tirib qoldi. Sal qoldi yigilib ketishga. Yiqilayotgan yeridan 5-6 narsalar kelib, tika qilib joy qo'yib qo'yishdi. Qarasam, menga aytgan salovatlari uni tika qilib qo'ydi deydi. Qarang, menga aytgan salovatlari nima qildi uni? Bu salovatning manfaati bu. Bu dunyoda sahobalar bittasi buni eshitgan odam kelib, bangot namozidan keyin o'tirib, Rasulullohning yuzlariga qarab, maza qilib, Ubay ibn Ka'b. Rasululloh oldiga keldi, "Ya Rasululloh" dedi. Duoyimni 3 dan birini sizga berdim dedi. Qarang, duoyimni 3 dan biri nima bilan? Salovat bilan to'ladi. Duoyimni 3 dan biri bo'ldim sizga dedi. Rasululloh Allohu akbar. Zid, ziyoda qil, o'zingga foyda dedi. Sahobasiga zid, ziyoda qil. Dedi o'ylanib, yarmi sizniki? Allohu akbar. Alloh yana ham ziyoda qilsin. Ziyoda qil, o'zingga foyda. Hali odam o'ylanib, 3 dan 2 sizniki dedi. Zid, ziyoda qil, o'zingga foyda. Alloh akbar. Bo'ldi ya Rasululloh, 3 dan 2 sizniki bo'lsin. Dedi payg'ambarimiz, zid, ziyoda qil. Dedi ya Rasululloh, duoyim hamma sizniki bo'lsin dedi.
tursam ham, o'tirsam ham, yursam ham kim haqqiga? Payg'ambarim haqqiga duo qilaman deganda Allohu akbar. Idan tukfa hammuka, g'amingga kifoya qiladi dedi. Va tukaffaru zambuka, gunohlaring kechiriladi dedi. Qarang, bu dunyo oxirat g'amiga kifoya qilar ekan salovat aytmoqligingiz. Ashi xizmat. Rasululloh so'randi sizdan. Men nomimni umra qil dedimi? Dedimi? Yo'q. Men nomimni haj qil dedimi? Yo'q. Men nomimni sadaqa qil dedimi? Yo'q. Rasululloh o'zi savob yetarlik. Menga salovat ayt, ummatim menga salovat ayt. Salovat ko'paytiringlar. Ikkinchisi, menga vasilani so'rab ber. Ati Muhammadanil vasila. Shuni so'rab, azondan keyin duo. Menga vasilani so'rab beringlar. Kim menga vasila so'rab bersa, u anaqada qolmaydi, bir qilib beraman. Men unga qiyomat shafaatim vojib bo'ladi dedi. Himoya vojib bo'ladi dedi. Tushunarlik? Demak, vazifa ikkita. Bugun Uhud tog'idan kelishdan maqsad ikkita. Bitta salovat ko'paytiramiz, ikkinchisi vasila so'raymiz. Vasila bu juda ham katta bir maqom. Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatga tug'ilgan inson borki, bittasiga beriladi shu maqomchi. Qiyomat kuni Alloh taolo shu maqomni bittaga beradi. O'sha odam men bo'lishni orzu qilaman. Menga yordam berish bor, deyapti. O'sha odam men Rasululloh kim orzusini ro'yobga chiqarmaydi. Rasululloh men nomimda masjid qurib qo'ysa, vallohi qurgan bo'lardi. Uyimizni sotib qurgan bo'lardi. To'g'rimi? Rasululloh aytayapti, menga u kerak emas. Menga qiyomat kuni mahshar maydonida bitta maqom, bitta uruv, bitta beriladi. Shu bitta odamni zuriyat bittaga beriladi. O'sha men bo'lishni orzu qilaman. O'sha men bo'lishni orzu qilaman. Payg'ambarlar ichida sharafli maqom. Butun insoniyat sharafli maqom. Keyin o'zi aytib berdi. U albatta Rasululloh oladi. U oladi. Alloh taolo Rasululloh berib oldi uni. Faqat shu vagonning ichiga qo'shilib oling. Shu karvonning ichiga qo'shilib oling. Shu zo'r maqomning ichiga siz nasibingiz bo'lsin. Rasululloh aytadi, qiyomat kuni Alloh taolo quyoshni jaziraga tikka qilgan paytda Alloh bandalarga gapirmaydi. Hisob kitobni boshlamaydi. Obtoda qiynalib turishib odam alayhisalom, "Ey odam, otamsan, ayt Allohga hisob kitob boshlasin. Meni aybim bor. Yemadiganda nima qilganman? Yeb qo'yganman. Ibrohimni oldiga boringlar, Nuhni oldiga boringlar. Nuh alayhisalomni obtoda tek qo'ying, mahshar maydoni obtoda. Mana shu obtoda turganim uchun savob olaman. Hamma bilan baravar bo'ling. Nuh alayhisalomga boringlar. Nuh alayhisalom, "Yo, men duoyimni ishlatib borganman o'g'limga." Ibrohimga boringlar. Ibrohim alayhisalom, "Men yolg'on gapirib qo'yganman ikki marta" deydi. Qarang, yolg'on gapirib qo'yganman deydi. O'zi halol, to'g'ri yolg'on edi. 3 marta yolg'on gapirib qo'yganman, menga emas deydi. Boringlar Musoga. Muso alayhisalom, "Men odam o'ldirib qo'yganman, menga emas." Isoga boringlar deydi. Iso alayhisalomga borsa, Iso alayhisalom kulib, "Muhammad alayhisalom haqliroq" deydi. Qarang, ayb aytmas ekan Iso alayhisalom. Nimaga? Deyarli gunoh qilmas ekan. U kishi bu hadislarni eshitadi. Qachon? Tez kunlarda keladi. Shu Rasulullohga ummat bo'lgandan keyin shu hadislarni eshitib bilarkanda qiyomat kuni, shuncha qiyomat kuni kulib, Muhammad alayhisalom haqqiga oldiga boringlar. Hamma payg'ambarimiz, "Ya Rasululloh, ya Muhammad, sizni Alloh taolo oxir payg'ambar qildi, sizga Qur'on tushirdi, ummatingiz eng ko'p ummat qildi, siz sizga sabr qildingiz, Allohning eng suyukli mahbubi bo'ldingiz" desa, payg'ambar shu ish menga deydi. Anali hada, shu ishning egasi menman, shu ishning egasi menman deydi. Keyin borib arsh a'loda ostiga borib sajda qiladi. Aytayapti Rasululloh, o'sha kuni Alloh taolo meni dilimga hech qaysi farishta aytmagan, hech qaysi payg'ambarning og'zidan chiqmagan maqtovlar Alloh dilimga ilhomlantirib qo'ydi. Shunday Allohni maqtayman, Alloh taolo g'azabidan tushadi dedi. Tushdir, "Ya Muhammad, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ya Muhammad, irfa rasak." Ey payg'ambarim, ey Muhammad, boshingizni ko'taring. Sal tu'ta, so'rang, albatta beraman. So'rang, albatta beraman. Shafaat qiling, albatta shafaat qilaman deydi. Himoyangizni olaman, qabul qilaman deydi. Payg'ambar shunday o'tirar ekanda, Allohim hisob kitobni boshlagin derkan. Hisob kitob qilaylik. Mahshar bandalarning mahsharda qiynalib qolishdi. Bo'ldi, hisob kitob boshlan. Alloh taolo so'raganki, nima payg'ambarni duosi. Ashi maqom vasila maqomi o'sha. Rasululloh o'shani holar ekanda. Jinlarni ham, insonlarni ham shafaat qiladi. O'ylayapsizmi? Bu bitta odamga beriladi. O'sha odam kim? Men bo'lishni orzu qilaman. Haqqimga duo qilib beringlar dedi. Demak, bugungi Uhud tog'ida
yonida kamonchilar tog'ida turib niyat qilgan ikkita amalga. Bittasi salovat ko'paytirish. Tursangiz, yursangiz, o'tirsangiz, qozonni ustiga borsangiz, sallohumma solli ala Muhammad. Biling shuni. Unda qisqaroq aytamiz, sallallohu alayhi va sallam, eng qisqasi shu. Sallallohu alayhi va sallamda akalar. Keyin Allohim payg'ambarimga vasilani bergin. Dasturxon ustida ham, yotayotganda ham Allohim payg'ambarimga vasilani bergin. Va shu Rasululloh xizmati mana shu. Bizga qilgan xizmat shu. İçimizde 50 ming marta aytar, 100 ming marta aytar kimdir? U aytgan sari nima qiladi? Allohning oldida martabasi ko'tariladi. Payg'ambarimizga xabar yetkazadi. Ya Rasululloh ummatingizdan falon sizga moncha ming salovat aytdi. Zo'r bu. Tushunarliga? Amin. 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 Allohim bugun qilgan niyatimizni bergin. Amin. Payg'ambaringni haqqiga salovat aytishdi. Vasila so'rashni Alloh hammamizga nasib etsin. Alloh taolo kimlardir payg'ambarimizning xizmatini qildi. Ular seni roziligingni oldi. Payg'ambarimiz roziligini oldi. Payg'ambarning duosini oldi. Oliy Firdavsdan joy oldi. Olib ketishdi. Alloh bu seni fazli ihsoning bo'ldi ularga. Alloh bizga ham fazli ihson qilgin. Payg'ambaringning ortidan borishni nasib etgin. Payg'ambaring bilan jannatda ko'rishni nasib etgin. Alloh taolo ziyoratlarimizni o'zining qabul qilgin. Bugungi turgan issig'idagi issig'imizni Parvardigor mahshardagi issig'ini Alloh o'zi asragin. Arshing soyasidan joy bergin. Mahshar maydonida arshing soyasidan joy bergin. Chanqamaydigan, qiynalmaydigan, kitobini o'ng qo'ldan oladigan, payg'ambaringni ko'rganda, bu mening ummatim deydiganlardan bo'lishni Alloh hammamizga nasib etgin. Allohim shahidlarimizni chiroyli qabul qilgin. Alloh taolo ya Rabbal Allohu akbar.